Hozir Adajonisiga prank qilamiz. Reaksiyalarini ko'ramiz. Voy yuragim. Adasi o'xshamadi. Ozgina shoshliroq qo'rqib bering. O'xshamadimi? O'xshamadi. Boshidan. Bo'ldi. Bo'lmadasi? Ha, o'ma. Xullas qizlarjonlar, men sizlar uchun zo'r taklif topib qo'ydim. Bu umuman allergiya bermaydi. Eng zo'r tarafchi havo o'tkazib turadi. Hozir o'g'limga taqib ko'rsataman. Oyi, men pampers taqmayman. 3 yil bo'ldi chiqib ketganimga. Shu o'zi men bilan mazadan bilan oling. Odiljon ke bola. Kela, navarami unaqa reklama-peklamalarga aralashtirurmi? Undan ko'ra vaqtida ovqatingizni qilib qo'ying. Sanchi ho'kizdek bola, xotinni aytganini qilibsan. Latta. Yur bola. Yo dedimmi yo. Mana shu videolaringni oshlog'anim olib bosh ko'tara olmay qoldim. Xotin o'zi ol videoyingni. Adajonisi, bitta ko'zingiz o'zi tushadi. Iltimos shu trendni olib boring. Yo dedimmi? Odiljon, bola, bu yoqqa. Ana, adasi jonliroq gapiring. Opalar, kelinglar, mana shu Timson S Xitoyda ishlab chiqarilgan kapsulalarni uylarga olib borib bersanglar, keyin kiyimlaringlarni yuvadi, 20 kungacha sizlardan takoy hid kelib turadigan bo'ladi. Agar xotin, men ketdim. Vaqaqa ketvorsiz, videoni oxirigacha olmadingiz-ku. O'zi oxirgi payt bori, xotining chizgan chizuvdan chiqa olmayapsan. O'tirasan, turasan. O'la erkak bo'lmay, kimga o'xshading hayronman, bizdan zot unaqa odamlar yo'q edi. Ana shu kun o'kanmasi. Ana. Bo'ldi, gapiring. Kelinlarim, qizlarim, mana mana kiyimlarni yuysanglar, oson dazmol bo'lar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Bolalarni, naralarni bemalol kiyimini yuysanglar bo'ladi. Hammalarga tavsiya qilaman. To'g'ri aytmanmi, kelin? Cho'chib yordingiz reklamani Adajon. Mana qo'ying Adajon. Voy, baraka toping, voy shuncha bilan. Ana voy, taylini videosini olmadinglar, olishib yuboraymi? Olishib yuboring. Odiljon bolam, bu yoqqa qara.